Tinchlikmi ko'pchilik qanaqa ahvolinglar? Men bugungi videoda biz chuchura, banshira, samsa tugib yeydigan bedinni tunish va uning to'g'riliq qimmati ustida to'xtalmoqchi. Biz yeydigan beda purchaq oilasiga tava bo'lgan ko'p yillik samong'ulliq o'simlik bo'lib, beda urug' tashiga tava. Ya'ni purchaq oilasining ichiga kirsak, ichida nurg'unlagan urug'tashlar bor. Uning ichidagi bir urug'tashning ismi beda urug'tashi. Endi bu beda urug'tashining ichiga kirsak, buning ichida nurg'un turlar bor. Mushu turlarning ichidagi biri so'singullik beda. Biz buni yeymiz. Ya'ni biz yeydigan bedaninki guli so'sin rangda yoki binafsh rangda yoki pediganning rangida ichiladi. Ostiga yozib qo'yganim alfalfa deb yozib qo'yganlarim ikkisi bu bedaninki inglizcha nomi ekan. Biz yeydigan bedaning inglizcha nomi. Agar siz oila urug'tash beda degan, masalan, tur deganlarni shu hukmlarni anchalik anqir bilmagan bo'lsangiz, men YouTube'ga chiqqan birinchi videoga nazaringizni og'dirishingizni tavsiya qilaman. Endi bu yerda yana bir diqqat qilish tegishli nuqta, purchaq oilasi deganninki latincha so'zi fabasi, oilasininki oxirgi harfi iai bilan oyoqlashgan so'z bo'lsa, oil nomi ekan deydiq. Latincha nomga munosabatli videoni ko'rgan bo'lsanglar. Endi Medicago L deganimiz, Medicago deganimiz bedaning urug'tash nomi, L chekit deganimiz ism qo'yguchining ismi. Endi ostiga tushsak, Medicago sativa L deganimiz hozir deb o'tganimizdek, beda urug'tashining ismi, sativa deganimiz tur nomi, L deganimiz ism qo'yguchining ismi. Ya'ni biz boshqa bir bedaning ismini ko'rib qolsak, masalan, Medicago falcata deganga o'xshash ismlarni ko'rib qolsak, birinchi so'zi Medicagoning degan so'zning o'xshashligiga qarab turib, bular bir urug'tashga tava och, singil akuka turlarkan degan yakunga kelalaymiz. Ya'ni latincha nomiga qarab turib, biz o'simlik turlarininki urug' tuqqandochiq munosabatining yaqin-yiroqligini bilalaydik. Endi biz yeydigan beda, ya'ni Medicago sativaninki qanday to'g'riliq qimmati bor deb to'g'ridan izlab baksam, tuvandagidek chiqdi. Men asosliqlarini tizib yozib qo'ydim. Biz yeydigan bedaning tarkibida vitamin K, C, yopirmoq kislotasi, magniy, temir, sinik qatorliq vitamin va minerallar bor ekan. Ikkinchisi bo'lsa, biz yeydigan bedaninki qondagi xolesterin miqdorini tuvaltish. Ya'ni LDL deb qo'ydik, nachar xolesterol bilan trigliserinning miqdorini tuvaltish roli tadqiqotlarda isbotlangan ekan. Undan boshqa qon shakarini tuvaltish, qon besimini tuvaltish, bola emitayotgan ayollarning sutini ko'paytirish, 52 yoshlarga berib qolgan ayollarningki, masalan, kelmatoriya alomatlarini yaxshilash, oksitlanish qarshi ya'ni qerish qarshi turishdek to'g'riliq qimmati va alayliklari bor ekan. Endi biz yeydigan beda butun dunyodagi mo'tadil belvoqqa keng tarqalgan tur bo'lib, butun dunyoda 100 dan ortiq tur bor ekan. Endi bizning yurtda 2-3 tur bordi. Birisi seriq, birisi binafsh rang ichiladi. Shung biz shu binafsh rang ichilgan bedani ko'rib olib, ashuni ta'sak chataq chiqmaydi. Ammo Yevropada men oldingi yil material ko'rsam, İtaliyaning o'zlam 50 necha turi bor ekan. Yevropadan, butun Yevropa degan qo'shganda 50 turdan oshib degan gap. Bu 50 turning ichidagi biz yeydigan bedani tepish hamda bizlarga turjatik alayliklar bu narsaga qarasak sal boshqayib qoldi ekan. Shuning uchun men qanday qildim desanglar, men shu 6-oylarda bu ichildi beda Yevropada, mesela Italiyada, Germaniyada 6-oylarda ichildi. Men ichilgan vaqtida bedaning tugib berib, shu gullarini ko'rib, anadan keyin azroq julib elib, chaynab degandek qilib boqaman. Chaynab baqsanglar, azroq bedaninki ta'mini his qila olasizlar. Anadan keyin gulli cho'qim so'sin rangda bo'lishi kerak. Shularni bilib olgandan keyin kelar yili men shu belgi qilib olgan yerimga berib bedani terman. Biz bedani yangi bixilnib chiqayotgan vaqtida gul ichilib ketmasdi yeymiz. Chunki biz gul ichilib ketgan vaqtida bedaning egizligi allaqachon 50 santimetrni ishib ketgan bo'ldi.
Bir de köp yıllık samanlık o'simlik bo'lganligi uchun bu yil gül ochilgan yerini ko'rib olib, kelar yil borsanglar yoki uning kelar yil borsanglar davomli o'saveradi. Ondan yopurmig'i uch quloq shaklda guli mushtaq so'zsin rangda ichildi. Gulning shakli o'sish alayligini shu videodan ko'rib olsanglar bo'ldi. Intayin ochiqchilik yerlarda o'sidi, o'rmonning ostiga berib, bedini izlamaymiz.